Salom do'stlar. Nega Erling Haaland 2026 yilgi jahon chempionatida eng ko'p gol urishi mumkin bo'lgan futbolchilar ro'yxatiga kiritilmadi? Keling, birgalikda ko'rib chiqamiz. Top 5 nomzod: Kylian Mbappe, Fransiya; Harry Kane, Angliya; Ousmane Dembele, Fransiya; Julian Alvarez, Argentina; Cristiano Ronaldo, Portugaliya. Bu futbolchilarning barchasi jahon chempionatida uzoqqa borishi kutilayotgan terma jamoalarda o'ynaydi. Haaland esa Norvegiya safida to'p suradi. Shuning uchun ko'pchilik ekspertlar uning imkoniyatlarini biroz pastroq baholashmoqda. Ammo futbol kutilmagan natijalarga boy, balki Haaland barchani hayratda qoldirar. Sizningcha, Haaland bu ro'yxatda bo'lishi kerakmidi? Fikringizni izohlarda yozing. Shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.